Buni hozir sotib beramiz aka, mana shuncha odam bittasi oladimi? 5000 ga tushgan o'zlariga. 5000 ga tushgan. Biz aka necha pulga beramiz? 3,5. Kelishtirik. Mana ana mijozlar bilan birga chiqaraylik. Sizni plyus ko'p sal kelishtirib beravering. 3,5 ming debdilar. Xudo xolasa 3 mingdan pastiga yiqitamiz hozir. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, videoga like bosing esdan chiqmasin. Biz aka necha pul qildik? 3 mingdan pastiga ayting. 2900 qo'ysa bilan 2950 qo'yaylik. Ana 3 mingdan sal bo'lsa ham pastroq bo'lsa, ana 2950, ana 2000 ga o'tadi-da, chiroyli ishdilar. Baraka? 2950 dollar bo'ldi. 2023-yil elektromobilimiz mana. 2023, 2024 O'zbekistonga kirgan. Golf Car degan mashina ekan. Bitta zaryadkada 120-130 km yurib beradi, 80 tezlikda yurib beradi. Uyda oddiy 220 dan zaryadga oladigan apparatlargacha qo'shib beriladi. Mashinchaning holati vobshe zo'r bo'lib turibdi. Matizdan katta, Sparkdan sal kichikroq mashina ekan. Bemalol. O'zingizni nomeringiz bilan qo'yib beraymi? U ana shu akamizning nomerlari bilan qo'yib beramiz. Taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Akamiz media yulduzlar o'zlari shu mashinani kabrioletini olish uchun sotilyapti mashina.